Turgenskiy ketamiz. Вот сейчас мы летим в Хиву, и это оригинальный такой формат пресс-службы Министерства культуры Узбекистана. Я думаю, что это наследует Бахши. Вот я уже третий раз участвую на этом фестивале. Mana Baxshi festivali bu dunyolik san'atning brendini aylandi. Men tabriklayman. Узбекистану, но насколько я знаю, все-таки Сурхандарийский Бахши, они занимают первое место. Bu yerda rang-barang va zavqli holatlarga guvoh bo'lishimiz aniq. Geldik, vaziyet yaxshi dedi. 2019-yildan buyon o'tkazib kelinayotgan ushbu xalqaro festival ilk marotaba Surxondaryo viloyatida, 2021-yili Qoraqalpog'iston Respublikasida, 2023-yili Sirdaryo viloyatining Guliston shahrida bo'lib o'tgandi. Joriy yilgi festival UNESCO hamda ISESCO shafeligida 26-28 aprel kunlari Xorazm viloyatining Xiva shahrida bo'lib o'tmoqda. Assalomu alaykum, hurmatli ommaviy axborot vositalari vakillari. Xorijiy davlatlar va O'zbekiston vakillari o'rtasida To'rtinchi xalqaro baxshichilik san'ati festivali doirasida ikkinchi Turkiy davlatlar madaniyati forumi o'z ishini boshladi va e'tiborli jihat shundaki, ushbu forumni yoritish uchun xorij mamlakatlaridan 15 dan oshiq ommaviy axborot vositalari vakillari hamda jurnalistlar qolaversa, 50 nafardan oshiq mahalliy jurnalistlar o'z ishlarini olib borishmoqda. Культуры тюркского мира, господину Шавкату Мирзиёеву, президенту Республики Узбекистан. Ikkinchi Turkiy dunyo forumi o'z ishini yakunladi va bu yerda ko'rib turganingizdek xalqaro mehmonlar esdalik uchun fotosuratlarga tushib qo'yishmoqda va ayni daqiqalar tarix zarvaraqlarida muhrlanadi. Bo'ldi.
Это древняя русская. Ну, она-то древняя, но восстановлена краска самолета. Xiva shahrida bo'lib o'tayotgan 4-chi xalqaro baxshichilik san'ati festivalining ochilish marosimiga yaqin daqiqalar qoldi. Aynan siz ko'rayotgan sahnada hozir katta konsert dasturi bo'lib o'tadi va ortingizda esa tomoshabinlar jamoasi shay holatda. Kuzating. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi departamenti rahbari Abdurahmonov Odil Qalamdarovichga xalqaro nufuzi tobora ortib borayotgan mazkur anjuman Baxsh festivali 2025damiz. Aynan xorijlik mehmonlar e'tiborida bo'lgan bu festival yuqori kayfiyatda bo'lib o'tmoqda. Konsert dasturi ham hamda mehmonlarning kayfiyati bugungi tadbirga hamohang. rahmat, sog' bo'linglar. To'rtinchi xalqaro baxshichilik san'ati festivalida qatnashish uchun dunyoning 40 dan ortiq davlatlaridan 200 nafarga yaqin ishtirokchilar kelishgan. Ular bugun baxshichilik san'ati festivali bilan bir qatorda sayyohlar Xorazm viloyatining Xiva shahri jozibasi bilan yaqindan tanishmoqda. Xivaning o'ziga xos ohanrabosi esa barchani lol qoldirganligi rost. Biz baland ovoz bilan ayta olamiz, bugun O'zbekiston do'stlik maydoniga aylanib boryapti. Qadim taraqqiyotga ega bo'lgan, o'sha tarixda ham insoniyat madaniyatiga katta ulush qo'sha olgan millat sifatida bugun yana o'zimizni namoyon qilish imkoniyatini beryapti.
vazirimiz nomlaridan sizlarga kattakon rahmat. Undan keyin Madaniyat vazirligi matbuot xizmati xodimlari nomidan alohida minnatdorligimni bildiraman. Festival o'z yakuniga yetdi. Ko'rik tanlovlar ham yakunlandi. G'oliblar aniqlandi. 4-chi xalqaro baxshichilik san'ati festivali yana bir bor butun dunyoga o'z ovozini eshittirdi. Baxshi 2025 Xiva